Yo'q, hech narsa qilmayapti. Bu Yaponiyalik bu. Sizlarga hormang. Qalay endi? Salom alaylar, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rahmat. Ha, nima qalay endi? Yaxshimi endi? Yaxshi. Ha. Ishlar qilib, bolalarga yordam berib yuribmiz endi. Yaxshiliklaringizni unutmaymiz endi. Qaysi holatda borganingizni bilasizmi men oldimga? Ha, bilaman. Ya bu ko'tarishib, ko'rpaga o'rashib, kallani arang ko'tarib yalashgan emas bizlar. Oyoqni ham ko'tarolmay, belni ham ko'tarolmay. Bilaman. Ko'rdingiz-ku, o'sha kuni ashlardan bastib ketordingiz. Yaxshi qaramadi, maytim og'ridi, atim og'ridi desam ham qaramagansiz. Rostda endi bo'lgan voqeada. Ne ertasiga duo berib yubordingiz, ichdim. O'shani bir mahalda kelgan, bir sotkada 8 dami kechqurun ichardim. 10 kundan keyin oyoqqa turdim. Ishtaha yo'q edi, ishtaha ochilib bordi. Sekin asta yaxshi bo'lib yurishni boshladi. Keyin bir 10 kundan keyin, 15 kundan keyin keldingiz Oybek bilan. Mashq aytdingiz, mashqingizni bajardim. Yuring dedingiz, ikkita qadam qilib yurdim. Lekin sekin yana mashq qildim 2 mahal. Sekin asta ishtaham ochilib, yaxshi bo'lib, o'rnimdan turib, o'zim yaxshi his qilib, qishdan yaxshi eson-omon chiqib oldik mana oxirida. Mana chiqib, sizni boraman deb esimdan ham chiqarib yuboray debman. O'zingiz kelmasangiz mana ishlar bilan bo'lib, mana hali mayda-chuyda ishlar qaraydigan fotografiyada hapa deb turamiz endi. Shu qurilishlarda hammasini o'zingiz qilyapsizmi? Endi o'zimiz qilmasak, boshqaruvchi deydi. Ish boshi deydi. Endi o'shaning uchun rahmat, shunchalik yordam berdi. Unutmaymiz. Nimaga? Endi haligi juda ahvol chatag'atda. Bu ish ham ko'zga ko'rinmay, mol-hol, bola-chaqa ham, bu qurilish hech narsa ko'zimga ko'rinmagan rostga. O'tin-potinlarni ishlatib yordingiz. O'tinlarni yo'q. O'tinlar. Shularni gapiring-da, shularni. O'tinlarni ishlatdi, yoqdik, issiq qilib. Xudoga shukr, mana shunchalik nimamiz bor ekan, yuribmiz. Umidimiz o'diga asli. Endi rahmat. Hali bir nimasi yaxshilik esdan chiqmaydi, xudo xolasa. Kimi nima bo'lsa, o'sha yerda adres so'rab bo'lsa, aytaman. Shunaqa akamiz bor, uchrang. Hali belimi, oyog'im og'rib qolsa, deb yaxshi maslahat beraman. Oldin o'shanga uchrang. Bel grijasida. Bel lat yeganda, Mustafa pog'onasi lat yeganda shunaqa bo'ladi, oyoqlardan qoladi, albatta. Bir xilga so'rab ketdi, oshna og'aynilar, tanish bilan haligi qarindosh urug'lar deydimi? Kimga og'rib qanday bo'lib tuzalgan bo'lsa, hali mana tuzalishni xohlaganlar. Albatta. Boringlar dedi. Adresini aytib ham berdim. Sizga shunday oraz o'sha tashladi. Oxiri 4-domga borib so'rasiz. Isroiljon desiz, mana deb ko'rsatib beradi. Baland, baland deb kelganlarga aytaman. Endi mana yaxshi ekanmiz. Yordam beryapman mana. Qurilishlar boshlab yubordik. Xudo xolasa bordi keldi, uzilmaydi o'rtaq. Aka. Endi to'ylarni qiling. To'ylarni qilaylik. Bolalarda, nevaralarda orzu havasini ko'ring. Endi shunaqa ekanda endi. Xudo xolasa yaxshi kunlarda uchrashaveraylik. Salomat bo'ling. Qaytib hech dard tortmang. Dard tortmaylik. Hammamiz ham. Boshqalarga ham og'rimasin. Itni beli ham og'rimasin deb qoldim o'zimga. Boshqa haligi nimalar o'zimni nima qilganda endi qiyos To'ppa to'g'ri gapsiz. Rahmat. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling o'zingizga.